ayının 12 günü. Bugün bizni bizga qaytirgan, bizni bizga bildirgan, bizni dunyoga tanıtgan bir kun. Bugün Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir kun. Bugün Xitoylarning Şarkı Türkistanni yutib olish xam xiyoli manguga bitchit bo'lgan jangovar ajdodimizning jihad ruhi, tiz bitmas irodasi o'zini namoyon qilgan haqqoniy da'voyimizning mustahkam asosi yaratilgan bir kun. Bugün yalğız bizgila emas, balki bütün İslam dünyasına nispeten mu acayip manidor g'albilik bir kun. Çünkü dünyanın ataqlıq İslam mutafakkurlari İslamның davlat qarishini va siyosiy nazariyasini tunishni texi amdili boshlagan ashu mezgillarda Sabit Damolla rahimahumullah boshchiligidagi ulug' rahbarlarimiz 1933-yili, rahmatlik Alixon To'ram boshchiligidagi mujohidlarimiz 1944-yili dal mushu 11-ayning 12-kuni dunyo tarixida tunji qitim İslam Cumhuriyetini amaliy qurib chiqqan bir kun. Demek, bugün e'tiqod tushunchimizning va milliy tariximizning meroji yoritilgan bir kun. Bugün dünya tarixidagi tunji İslam Cumhuriyeti, yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir kun. Biz mushu bugunimizning iftixori bilan hozirmi beshimizni tik tutib dunyoga mag'rur qarayalaydigan bir kun. Ammo tongning etishini kun chiqqanlik deb biladigan kishilarimizga nisbatan bugunmi xuddi tunugungidekli oddiygina bir kun. Chunki bugungi bo'lgan qoyillik, bugungi bo'lgan iftixorlik tuyg'ularni shundaqla qutluqlash va hayajonlanish hissiyotlarini bayramlik kiyimlar bilan qo'shib, orqada qatlab qo'ygan tunugungi kir kiyimlar bilanla asnigan holda bugungi qadam qo'ygan undaq hissiz kishilar tong qorug'sidan iborat xolos. Bugunning iftixori bugunni qadrlagan va bugun bilan faxrlanishni, iftixorlanishni va iftixorlantirishni bilganlarga mansubdir. Bugunni unutmagan va unutildirmaganlarga mansubdir. Bugün bizga nisbatan go'yo bir quyosh va ayni ko'k bayrog'imizdagi oy yulduzning o'zi. Bugün bo'lmagan bo'lsa, tunlar putmas, zulmatlar yo'rimas, inqilob yo'limiz o'zimizga ro'shan bo'lmas edi. Shundoq bugunni tushuntirishga, bugunni anglatishga, bugunni so'zlab berishga so'zimiz yetmaydi. Tilimiz ojiz keladi. Garchi bugunni kuylash, bugunni yezish bizga nisbatan eng qutlug', eng ulug' ish bo'lsa-mu, lug'atlar olimida bugunni yezishga qurbat yetmaydi. Ko'zimizning qorisini qalam qilib, qalbimizning butun qonlarida bugunni yozsaqmi, yanada uning ma'nosi to'liq ifoda topmaydi. Chunki bugunning o'zila poyonsiz bir ma'no. Bugunning o'zila millionlagan shahid otalarimizning qalb qonlarida putgan tantana.
Afsus, tariximizdagi bu ulug' bugunimizni, bu ajoyib ilohiy rahmatni nihoyatda tizla qo'ldan ketkizib qo'ydi. Har ikki qitimqi mustaqillik bayramimizni uzungacha tantana qila olmadik. Hatto butun islom dunyosi uchunmi eng buyuk g'alaba bo'lgan ashu bugunni barpo qiluvchi Sobit domlalar rahimahumulloh va rahmatlik Alixon To'ram qatorliq rahnamolarimizni tuzukkini bir qadrlaganmidik. Ularning shuncha yillardan beri ko'milib yotgan asarlarini, ilm, hikmat, nazariya durdonalarini, din va dunyo qarashlarini boshqa tillarga tarjima qilib, dunyoga tunutish u yoqda tursin, hatto o'zimizmi joyida tunib yetolmadik. As xotirlarimizda shu bugunni qo'rg'uvchilarmi, shu ulug' bugunimizmi o'xshashlik xiralashdi. Bugunimiz kimlargadir yo'lanchoq, kimlargadir mamuq tekiga aylanib qolgan bo'lsa, yana kimlarningdir xohlagan do'konda xarajat qiladigan yanchug'idagi parcha naq pulga aylandi. Mana amdilikda ya yig'lashni, ya kulishni bilmay, shu bugunimizni xotirlamoqdamiz. Shu bugunimizni sig'inmoqdamiz. Shu bugunga talpinmoqdamiz. Chunqur hasrat bilan shu bugunni chaqirmoqdamiz. Ammo milliy tariximizning miroji bo'lgan ulug' bugunimiz bo'lsa, bizga ichinib nola qilmoqda. Xuddi Turkiya shoiri aytgandek, bayroqni bayroq qilgan ustidagi qondur, tuproqni vatan qilgan fidoyi jondur deganicha vijdonimizga xitob qilmoqda. Shu bugunimizni qaytadan qaytirib olishimiz uchun bizni qon bilishga, bizni jon fido qilishga chaqirmoqda. Bizni bugunimizni qaytadan qurib chiqishdan iborat hem dini, hem milli, birdan bir mas'uliyatimiz ustida birlikka kelishga, nafratning qing'ir barmoqlarida ilong'ich uchmaslikqa, jumladan bizni yangi boshdan biz bo'lishga chaqirmoqda. Ulug' Parvardigorimiz biznimi shu ulug' ajdodlarimizning iziga haqiqiy varislik qilib, 3-qitimliq 11-oyning 12-kunini yartaqlaydigan, uni mangulik mustaqillik bayrami sifatida avlodlarga miros qoldira oladigan vafodor avlodlarning qilsin. Amin. Tağda çapmıgan, Asiyaga patmıgan, Tengri tağda çapmıgan, Asiyaga patmıgan, düşmanını har kılıp, yelpinip cim yatmıgan, İslam'ın ay yıldızı, hürriyetinin kündüzü, ecdadlarının nur yüzü, hakkaniyet telpingen bayrağı. İslam'ın ay yıldızı, hürriyetinin kündüzü, ecdadlarının nur yüzü, hakkaniyet telpingen bayrağı. Ecdadlarının kalları, sansanaksız canları, ecdadlarının kalları, sansanaksız canları, mert mücahit kız oğlan, hesapsız pul malları, ana yurtni vatan deb, vatandaki halkni deb, halk üçün hakni deb, cengahlarda yelpingen bayrak. Ana yurtni
canını vatanda, vatandaki halkını da, halk üçün hakkını da, cengahlarda yelpingen bayrak. Cengahlarda yıkılmay, siyasette sitilmay. Cengahlarda yıkılmay, siyasette sitilmay. Yavuzlarning çangili suiqasdida yırtılmay. Hicret kılıp vatandin, tutulganti eceldin. Baş egmigen ezeldin, ay yıldızlık el kezgen bayrak. Hicret bilen vatandin, tutulgantin eceldin. Baş egmigen ezeldin, ay yıldızlık İslami bayrak.